Fuqarolarning dardu tashvishini eshitish, ularni qiynayotgan muammolarga amaliy yechim topish davlat idoralari faoliyatining muhim yo'nalishlaridan biri. Shu bois Surxondaryo viloyati soliq boshqarmasi ham jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlarini o'rganish, ularning qonuniy huquq va manfaatlarini ta'minlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Murojaatlar og'zaki, yozma va elektron shakllarda qabul qilinib, belgilangan tartib va muddatlarda ko'rib chiqilmoqda. Shuningdek, hududlarda sayyor qabullar va ochiq muloqotlar o'tkazilib, fuqarolar va tadbirkorlarning murojaatlarini joyda hal etish choralari ham ko'rilmoqda. Joriy yilning 7 oy davomida viloyat soliq boshqarmasiga jismoniy va yuridik shaxslardan jami 5220 ta murojaat kelib tushgan. Shundan 1333 tasi bo'yicha tushuntirish berilgan, 3788 tasi qanoatlantirilgan. 99 ta murojaat esa hozirda o'rganilmoqda. Murojaatlarning asosiy qismi soliq masalalariga taalluqli. Xususan 702 ta murojaat soliq to'lovlariga oid tushuntirishlar berish, 459 tasi soliq imtiyozlaridan foydalanish, 4059 tasi esa soliq qarzdorligi, ortiqcha to'lovlarni qaytarish va turli ma'lumotlarni taqdim etish bilan bog'liq. Murojaatlar bilan ishlashda qonunchilik talablariga rioya etish, har bir murojaatni o'z vaqtida va xolisona ko'rib chiqish muhim. Zero murojaatlarning samarali hal etilishi fuqarolar va tadbirkorlarning huquq va manfaatlarini ta'minlash bilan birga davlat idoralariga bo'lgan ishonchni ham mustahkamlaydi. Muqaddas Panjiyev, Ilyos Rahmatov, tafsilot informatsion dasturi uchun.